Assalomu alaykum. Men Nargiza Xayrullaeva. Bugun suhbatdoshim bilan birgalikda xalqimizni farovonligi uchun xizmat qiladigan bir muhim mavzu yuzasidan fikrlashish niyatidamiz. Va o'ylaymanki, bu barcha bizni kuzatuvchilar uchun g'oyatda ahamiyatli hamda foydali bo'ladi degan umiddaman. Shunday qilib, bugun men suhbatdoshim bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Ular Kelajak shahri rivoji konsalting markazining loyihalar menejeri Rahimaxon Ortiqova bo'ladilar. Xush kelibsiz, Rahimaxon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Ma'lumki va ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerakki, avvalambor Jahon banki tomonidan moliyalashtirilayotgan aynan mana shu issiqlik ta'minotini modernizatsiya qilishga qaratilgan loyiha mamlakatimizda amalga oshirilyapti. Shunday emasmi? Bu loyiha doirasida yurtimizning Andijon, Chirchiq, Samarqand shaharlarida aynan mana shu issiqlik ta'minotini modernizatsiya qilish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti. Va bu borada Kelajak shahri rivoji konsalting markazi o'z oldiga qanday bir ustuvor maqsad vazifalarni qo'ygan va ularni bajarish jarayonlari bugungi kunda qanday kechyapti? Shular haqida dastlab ma'lumot bersangiz. Rahmat, Nargiz opa. Avvalambor shu studiyaga taklif qilganligingiz uchun haqiqatda ko'pchilik uchun, ayniqsangi mana shu loyiha bilan bog'liq bo'lgan shahar aholisi uchun qiziq bo'lgan mavzu bu ko'p xonadonli uylarda issiqlik ta'minoti hamda issiq suv tizimini tubdan modernizatsiya qilish va takomillashtirishga qarilgan. Bizning Kelajak shahri rivoji konsalting markazimiz bu xususiy tashkilot bo'lishiga qaramay, oldiga juda bir katta maqsad qo'ygan. Biz maslahatchi tashkilotmiz. O'sha konsaltingni bevosita tarjimasi bu maslahatchi tashkilot va bu loyihada biz 5 yil davomida mana shu loyiha boshlangandan beri bosqichma-bosqich, qadamma-qadam mana shu loyihada ishtirok etamiz. Asosiy qiladigan vazifamiz bu aholi bilan ishlash. Aholini mana shu loyiha borasidagi xabardorligini oshirish. Ularni savollariga qilinayotgan ishlarni qanday rejalar borligini, mana shu qarorlar, qonunlar borasida aholiga markazlashtirilgan issiqlik ta'minotini afzallik tomonini tushuntirishdan iborat, Nargiz opa. Mana o'zingiz aytib o'tdingiz, maslahat markazi. Shunday emasmi? Maslahatli osh tarqamas degan bir xalqimizda ajoyib bir ibora ham bor. Shunday emasmi? Demakki, mana shu markazi xodimlari, mutaxassislari o'zaro aholi bilan ishlaganda, bu jarayonda ana shu o'zini o'zi boshqarish organlari yoki boshqaruv servis kompaniyalari va hududlardagi mas'ul mutaxassislar sizlarga qanchalar ko'mak berishyapti? Aholi bilan ishlash jarayonlarida. To'g'ri, aholi bilan ishlash jarayonida bizda hozir bugunga kelib shu 5 yil davomida birgalikda ishlayotgan bo'lsak, shu loyiha bilan birgalikda judayam katta o'zimiz ham etaplarni bosib o'tdik. Ya'ni aholi bilan muloqot o'rnatish mexanizmlarini tuzish borasida to'g'ri aytdingiz, Nargiz opa. Bu boshqa MDH davlatlarida bo'lmagan holatda mahalla bor. Ya'ni o'zini o'zi boshqarish organlari, mahallani a'zosi kim deb qarasak, qonunchilikdan bu shu 8 ga kirgan har qanday fuqaro mana shu hududda istiqomat qilsa, yaxshi to'yi bormi, yomon ma'rakasi bormi, doimo mahalla bilan maslahatlashib, ularni ko'magida, yo'l ko'rsatishida birgalikda chiqishadi. Biz ham shu ko'p mexanizmlarni chizib borganimizda o'zimiz to'g'ridan to'g'ri aholiga chiqa boshladik. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri majlislar yig'ib aholi bilan gaplasha boshladik. Lekin bizga tajriba shuni ko'rsatdiki, haqiqatdan mahalla raislari bilan, u yerda hokim yordamchilari bilan hamda xotin-qizlar qo'mitasi bor. Ularni rahnamoligida birgalikda ishlaganimizda aholi hududlarda ko'proq mahallaga suyanarkan hamda ishonarkan. Endi ikkinchi masala bu ko'p qavatli uy. Aytamizki, o'sha hammamiz qayerga bormaylik, dam olishga boramizmi, ishga boramizmi, chet elga ketamizmi, baribir oxir oqibat odamlar uyiga qaytadi-da. Uy bu shunaqa joyki, odamlar damini oladi, farzandlar bilan muloqot qiladi, uyga qaytadi. Uyga qaytganda shu uydagi chirog'i bormi, issiqligi bormi, suvi bormi, sveti bormi, komfort bo'lishi kerak. komfort bo'lishi kerak. Mana shu komfortni
hamma tomonidan ta'minlab beradigan tashkilotlar bu baribir biz ko'z yuma olmaymiz. Bu professional boshqaruvchi tashkilotlar hamda xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari. Mana shu ishni borasida biz uy-joy mulkdorlari shirkatlari va boshqaruvchi tashkilotlarga murojaat etdik. Chunki bizni vazifamiz shunaqa bo'ldiki, mana oxirgi qilgan loyihamizda Samarqand shahrida ko'p ishladik. Samarqand shahrida ko'p qavatli uylarning ichiga pudratchi kirishi kerak. Pudratchi tashkilotning qiladigan vazifasi uyni ichidagi xonadonga isitish qurilmalarini o'rnatish kerak. Ya'ni radiatorlar yoki xalqchil tilda aytganda issiqlik batareykalarini o'rnatish kerak. Sochiq quritgichlar. Sochiq quritgichlarni o'rnatish kerak hammomxonalarga. Lekin pudratchi tashkilotni aholi tanimaydi. Eshikni ochmaydi. Mana shu borada biz mahallaga suyanishga majbur bo'ldik va majbur emas, biz maza qilib ishladik mahalla raislari bilan va boshqaruvchi tashkilotlar bilan deb aytish mumkin. Darhaqiqat to'g'ri aytib o'tdingiz, Rahimaxon. Har bir insonni bir noyob, fayzli oshiyoni bu oila va uni o'zi yashab turgan xonadoni. Xonadoni issiq bo'lsa, aytib o'tganingizdek o'sha barcha infratuzilma soz holatda bo'lsa, u o'zini juda ham yaxshi his qiladi va yana ham bir ertangi mehnat kuniga kuch, g'ayrat olib dam oladi. Demak, aholiga issiq suv ham kerak, issiqlik ta'minoti ham kerak. Birinchi navbatda, ayniqsa yosh bolali xonadonlar bor, keksalar bor. Xo'sh, ana shu loyiha doirasida qanchalar aholini bir manfaatlariga xizmat qiladigan ishlar bajarildi? Aynan Andijon, Chirchiq, Samarqand ko'zda tutilgan shaharlarimizda. Mana bugungi kunga kelib, Chirchiqda bu loyiha yetarli oxiriga yetib qoldi. Chunki Chirchiq aholisi mana shu pilot kichik dahalarda issiqlikni foydalanib turishdi. Birinchi yil bu sinov yili. Sinov yilida qasr hududlarda issiqlik ta'minoti. Tajriba sinovi. Tajriba sinov bo'ldi. Shu tajriba sinov vaqtida qasr mikrorayonda kichik hududda yaxshi isidi, uylar qasrda isimadi. Lekin o'sha paytni o'zida kelib tushgan o'sha aholini arizasi, savol-javoblarga qarab, ana o'sha yerlar nuqtama-nuqta, ya'ni joyma-joy to'g'rilandi. Mana ikkinchi yilga kelib issiqlik ta'minoti jadal yaxshiroq ishlay boshladi. Endi boshida aholi ishonmadi. Andijonda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Boshida aholi ishonmadi, chunki ularning bitta vaji bor edi. 10 yildan buyog'iga, 10 yildan ko'proq vaqt, juda ko'p vaqt biz issiqlik ta'minotisiz o'tirdik. Markazlashtirgan issiqlik ta'minoti qanaqa ishlashini hatto biz yodimizdan ham chiqarib yuborganmiz. Yana boshqa tomoni, aholini gapida ham jon bor. Nima uchun shuncha yil jim o'tirgan edinglar? Mana endi eshigimizdan taqillatib kelyapsizlar, shu loyiha to'g'risida gapiryapsizlar degan savol bo'ldi. Lekin aholiga tushuntirildi, shu iqtisodiyotni har xil jabhalari bor, asosiy jabhalar birma-bir yopilgan holatda mana endi issiqlik manbai bilan kattaroq loyihalarga jazm qilindi. Mana shu loyihalarni amalga oshirilyapti-da. Endi sizlarni uyingizgacha issiqlik yetkazish borasida ishlar qilinyapti deb tushuntirilganda aholi sekin-sekin eshigini ocha boshladi. Mana bu ishlarni amalga oshirish uchun Andijon, Chirchiq issiqlik olib turibdi. Hatto bu yil mana issiq suv ham berildi. Andijonda ham, Chirchiqda ham. Endi hozir ish Samarqandga ketyapti. Rahimaxon, mana siz ko'p yillik tajribaga egasiz. Bevosita mana shu kommunal sohada ishlagan bir mutaxassissiz desam ham adashmagan bo'laman. Shaxsan o'zim Buxoro, Chirchiq shaharlarida bo'lganimda ham aholi ko'proq ana shu issiqlik ta'minotidan yillar davomida mosuvo bo'lganligini aytishdi va bu loyiha haqida ularga gapirganimizda biroz noroziliklar ham kelib chiqdi. Qanday ishlar bor issiqlik ta'minotini yaxshilash uchun? Nima ishlar qilinyapti hozir? To'g'ri savol berdingiz, Nargiz opa. Qozonxonalar ta'mirlandi. Samarqand misolida aytsak, juda ham katta, zamonaviy, eng oxirgi zamonaviy mukammal qozonxonalar qo'yildi. Bu Erka 2 qozonxonasida. Endi trassalar, hozir trassa deb aytadi, o'sha katta issiqlikni, issiq suvni, issiqlikni tashib keluvchi quvurlar
butun shahar bo'ylab yotqizilyapti katta quvurlar uygacha. Endi yerto'lada har bitta ko'p qavatli uy o'sha loyihaga 300 dan ziyod uylar kiritilgan bo'lsa, mana shu loyihaga kiritilgan ko'p xonadonli uylarni yerto'la qismiga yoki hovli qismiga ayrim joylarda ITP degan shu issiqlikni taqsimlovchi punktlar juda ham chiroyli bir aqlli mexanizm Asosida uskunalar yerto'laga qo'yilgan. Uni ichida o'sha nasosi bor, o'sha har xil datchiklar bor. Endi bizani o'zimizni tilda gapirganda mana shu ishlashi kerak. Endi bu hamma narsa ishga qilindi, lekin oxirgi etapi bor. Bu etap ko'p xonadonli har bitta xonadon bilan bog'liq joy. Endi har bitta xonadonni, kvartirani aytaylik, ichiga turuvchi quvurlarimiz bor. Bu issiqlikni tarqatuvchi turuvchi quvurlar, tik quvurlar. Ana shu tik quvurlarni o'rnatishimiz kerak, chunki yillar davomida bo'lmagandan keyin issiqlik ta'minoti bu tik quvurlarni ko'p xonadon egalari mukammal ta'mirlagan, kvartirasini chiroyli qilib ta'mirlagan va ana shu tik quvurlarni olib tashlagan. Chunki hech qanaqa funksiyani bajarmagandan keyin kerak emas truba turibdi, kerak emas quvur turibdi, olib tashlagan. Mana hatto shu shaxsiy bir issiqlik ta'minoti ulangan u yerga. To'g'rimi? Xonadon egalarining xohishiga ko'ra. Ukrainskaya pechka deb aytisharkan, hamda двухконтурный kotli deb aytisharkan. Shu ikki konturli isitish tizimi har bitta xonadonga qo'yilgan. Shu narsa juda ham ko'p, to'g'ri. Aholi o'zini komfortini, ya'ni ehtiyojini. Qanaqa sovug'lar bo'ldi mana, juda qattiq sovug'lar bo'ldi. 2 yil oldin juda qattiq sovug'lar bo'ldi. Mana shu sovuq paytda aholi qishga tayyorgarlik qilgan. Majbur bo'lgan ana shu yerga. U majbur bo'lgan, chunki farzandi bor, yoshi katta otasi bor, onasi bor. Uyini issiqlantirgan va bunga o'zini kissasidan kerakli sarmoyani sarflagan. Ular ham bir tomondan qaraganda haq joyi bor. Chunki men ancha muncha sarmoyani uyimga sarfladim deb aytayapti. Endi loyiha doirasida juda ko'p o'ylandi o'zi. Xo'p, biz qozonxonani ta'mirladik, yangi qozonxona qo'ydik, trassaga yangi quvurlar qo'ydik, har bitta yerto'laga o'sha ITPni qo'yib chiqdik. Bu yog'i qanaqa bo'ladi deganda, shunaqa qilindiki, Jahon taraqqiyot banki hamda qurilish va uy-joy kommunal vazirligi tomonidan ko'p o'rganishlar o'tkazildida, aytildiki, yo'q, ichki tizimga ham biz yordam berishimiz kerak aholi uchun. Va bugungi kunda o'sha ichki tizim tik quvurlar, xonadon ichidan o'tgan tik quvurlar hamda isitish uskunalari qurilyapti. Shu radiatorlar qo'yilyapti. Xo'sh, uni moliyaviy bir jarayonlari aholi uchun ham qiziq. Bu radiatoringiz tekingami, pulgami? Har xil savollar ham, har xil gaplar ham aylandi. Bepul ekan deyildi yoki bu kreditga deyildi. Lekin mana bizni konsalting markazi aholini ichida yurib, tashviqot targ'ibot ishlarini o'tkazyapmizki, pudratchini ta'mirlash, tiklash ishlari uchun siz sarmoya bermaysiz, pul bermaysiz aholi, lekin mana bu radiatorlar pulli. Har bir quvurg'asi ma'lum bir miqdorda pul turadi va sizni xonadoningizga nechta quvuri qo'yilgan bo'lsa, ya'ni rus tilida seksiyasi deyiladi. Mana shu nechta seksiya qo'yilgan bo'lsa, mana shu seksiyasiga siz pul to'laysiz. Endi hozirgi kunda sizni eshigingizni taqillatib issiqlik manbai xodimlari keladi, qo'lingizga shartnoma beriladi. Sizni xonadoningizda nechta radiator qo'yilgan bo'lsa, quvurg'alar soni sanaladi. Siz aktga qo'l qo'ygansiz. Mana shu akt bo'yicha aytaylik 20 ta quvurg'a. 20 ta quvurg'ani muddatli to'lovga, ya'ni kim bu to'lovni ustida hech qanaqa foizi yoki bir qanaqadir ustamalari yo'q, faqatgina mana shu radiator tanasini 5 yil davomida bo'lib to'lanadi har oyda.